1945 yil. Berlin. Insoniyat tarixidagi eng qonli urush ittifoqchilarning g'alabasi bilan yakunlandi. Ozodlik g'alaba qozondi. Lekin agar unday bo'lmaganda-chi? Agar tarixning bir necha kalit nuqtasi o'zgarganda va biz bugun mutlaqo boshqa, qo'rqinchli dunyoda yashaganimizda-chi? AI tarixchi taqdim etadi. Agar natsistlar Germaniyasi g'alaba qozonganda, AI tahlili ikkita asosiy burilish nuqtasini ko'rsatmoqda. 1. 1940 yil. Dankerk. Agar Gitler to'xtash buyrug'ini bermaganda va Britaniya armiyasini to'liq yo'q qilganda. 2. 1941 yil. Moskva. Agar Tayfun operatsiyasi muvaffaqiyatli bo'lib, Sovet ittifoqi qish kelmasdan qulaganda. 1945 yilga kelib, Yevropa to'liq bo'ysundirilgan. Britaniya taslim bo'lgan. Sovet ittifoqi Ural tog'larigacha bo'lgan hududni boy bergan. AQSh o'z qit'asigacha kengan. Endi eng dahshatlisi boshlanadi. General plan Ost, Sharq bosh rejasi. Holokost to'liq yakunlanib, millionlab slavyanlar ham qirib tashlangan yoki Sibirga surgun qilingan bo'lardi. Dunyo irqiy iyerarxiyaga bo'linardi. Aryanlar tepada, qolganlar esa ularga xizmat qiluvchi qullarga aylanardi. Omon qolgan yagona kuch Amerika Qo'shma Shtatlari. Dunyo biz bilgan SSSR vs AQSh emas, balki natsistlar reyxi vs AQSh o'rtasidagi sovuq urushga kirardi. Bu ancha xavfliroq bo'lardi. Bugungi kunga kelib, biz internetni, global madaniyatni va inson huquqlarini bilmagan bo'lardik. Texnologiyalar faqat urush va nazorat uchun rivojlanardi. Bu doimiy qo'rquv, shafqatsizlik va genotsidga asoslangan global apartheid dunyosi bo'lardi. Albatta, bu shunchaki AI tomonidan yaratilgan ssenariy. Ammo bu bizga bir narsani eslatadi. 1945 yilda erishilgan g'alaba shunchaki bir urushning tugashi emas edi. Bu butun insoniyat sivilizatsiyasining tanlovi edi. Bizning bugungi dunyomiz barcha kamchiliklariga qaramay, o'sha fojiali muqobildan beqiyos darajada yaxshiroqdir.